To'xtang, bu videoni o'tkazormang, chunki sizga aniq kerakli bo'ladi. Bugun FK Mobile'da menejer modda 3 ta sxema uchun taktikalar beraman. Hozirgi kunda bu ko'pchilik kerak va so'rashyapti. Yo'masa videoni ko'p cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz. Sizlar esa videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Hozir menejer modga o'tib olamiz. Birinchi taktikamiz bu 3-4-3 sxema uchun bo'ladi. 3-4-3. 3-4-3 sxema FK Mobile'da juda agressiv va hujumkor o'yin uchun zo'r, lekin noto'g'ri taktika qo'ysangiz tez qarshi hujumdan gol yeb qo'yasiz. Shuning uchun balans muhim. Va birinchisi bu yil tapga kelsak, speedga 2 ta va passing distansga ham 2 ta bo'lar ekan va passidiga, defendingga turgan ekan. Buni aniq 100% attacking qilib qo'yishlik kerak va pozisioningga organizet. Chunki bu sekinroq bu yil tap qiladi va himoyada xatolik kam bo'ladi. Va keyingisi offensga keladigan bo'lsak, pasga 3, birinchisiga ya'ni va crossingga 2 ta bo'lar ekan va shooting ya'ni udarga esa 3 ta va pozisioningga esa free to'g'ri turgan ekan o'zi. 3-4 sxemada qanotlar muhim, free pozisioning hujumni ochadi. Endi esa defensga keldik. Pressingga 2 ta, ikkinchisiga esa bitta turgan ekan, buni 3 ta qilib qo'yamiz va uchinchisiga agressionga 2 ta bunda ham to'g'ri turgan ekan va backline-ga cover o'zi to'g'ri turgan ekan. Juda bosim qilmaylik, yo'masa orada 3 ta himoyachi qolib ketadi va bu xavf tug'diradi. Muhim maslahat. Bu sxema uchun LM va RM, ya'ni chap qanot va o'ng qanot o'yinchilarni tezkor va staminasi, ya'ni stamliligi yuqori bo'lsin. Striker, ya'ni hujumchi esa kuchi va finishing yaxshi bo'lsin. Masalan, Batistuta va Bappe va boshqa o'yinchilar. Va KBL, zashniklarga keladigan bo'lsak, tezligi bo'lishi shart, maksimum 90+. Va bu sxemani tushuntiradigan umiddaman va ikkinchi beradigan taktikam bu 4-3-3 sxemaga. 4-3-3 sxema FK Mobile'da eng balansli variant, hujum ham, himoya ham joyida bo'ladi. Menejer modda to'g'ri sozlasangiz, juda stabil natija beradi. Va 4-3-3 sxemada bu yil tapga 2 ta, speedga 2 ta, passing distansga ham 2 ta beramiz. Va positioning mentalityga balanset va bunga organizet, pozisioningga organizet bunga ham. O'yin nazorat ostida bo'ladi bu anaqada va to'pni yo'qotish kamroq bo'ladi. Va keyingisi offensga qaytamiz. Passingga 3 ta va crossga ham 3 ta to'g'ri turgan ekan va udarga 2 ta to'g'ri turgan ekan o'zi va pozisioningga albatta free. Bunda qanotlar RV va LV faol ishlaydi, ko'p vaziyat yaratiladi. Va oxirgi defensga esa pressingga 2 ta va keyingisiga ham 2 ta, bitta turgan ekan bizda va uchinchisiga ham 2 ta, 2-2-2 to'g'ri turgan ekan va backline-ga cover o'zi to'g'ri turgan ekan. Juda ochilib ketmaysiz, himoya prям beton bo'ladi. O'zimga shaxsiy maslahatim, qanday o'yinchilar kerak bu sxema uchun? LV va RV, ya'ni chap qanot va o'ng qanot o'yinchining tezligi va driblingi kuchli bo'lishi kerak. Hujumchiga esa finishingga va pozisioningga zo'r bo'lishi kerak. Va oxirgi fullback, ya'ni LB va RB o'yinchilar tezroq bo'lsin va juda muhim. Bu juda muhim. Ko'rib turganingizdek, 2 ta sxema uchun taktikalar berdim va yana qanaqa sxemalarga taktikalar kerak, buni kommentariyada yozib ketinglar. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqtirgan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosib va obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.